Oh my god. Qo'lim judayam ochdi. Kamerani yoqibman. Salom barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan senslik bugungi videomizda bizlar qishlog'imda videoman. Sizlar albatta like, podpiska va kommentariya qoldirguncha kutubxonachasini ham bosib qo'yinglar. Sizlarga bu qishloqda hech qachon video emaslar. Bu yerlarni tanishtirib chiqsam, bu yer meni polizim. Bu merdi uyi yonimda, bu quduq bilsanglar kerak, bu mana bu tuman uyi bitta. Bu barcha jitellarning uyi. Juda ko'p aholilar yashar edik. Hozir kimdirlar ham shaharga ketib do'stlar, bugun biza do'stlar men bu optirib, men bu ekinlarimizni lopatamizda cho'qib olamiz. Biz merga faqatgina buni va buni topshiramiz, ikkalasini. Kartoshka va redisni topshiramiz xolos. Hech narsani topshirmaymiz do'stlar. Chunki kartoshka va redisni topshiramiz. Boshqa sabzi va ana bu xudoyni topshirmaymiz. Nimaga direktor do'stlar? Aytgancha do'stlar, familiyaga kattakon rahmat, 300 ta bo'ldi. Sizlarga endi qilamiz. What the fuck? Ya bu nima? Yo'q, qo'shimcha kerak. Bu nima do'stlar? Oh my god. Sandiq do'stlar, mana qaranglar. Sandiq bunu olish kerak. What the fuck? Bunu ochib ko'ramiz uzoqdan. Nima bu? Xo'p, buni bo'l. Do'stlar, ko'rku bu. Buni men uyimda qo'yib qo'yaman. Mayli, hozirchalik uy bor. Bu zaman bilardik. Hamma qiziqmi? What the? Ya. Oh my god, do'stlar. Meni uyimda tayda bunaqa narsa bor deb o'ylamagan edim. Bor ekan do'stlar. Videoni o'chirib turay. Xo'p do'stlar, buni men qo'yib qo'ydim, endi ketdik. Merga bizlarda juda yaxshi narsalar bo'ldi. Bu bilan buni topshiramiz. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom sensik. Qalaysan? Anchadan beri ko'rmay qo'ydik. Zo'r men boshqa o'yinda video otgandim-da. Endi Minecraftda video chiqarasanmi? Ha, albatta, endi Minecraftda chiqaraman. Meni oyligimni bermaysizmi? Beraman, men bu sandiqda qarasang, necha izimrudlar bor. Tamam, bu yerga kiray. Kiraman. Yo'q, men Kirma dedim. voy, xo'p. Qancha emerland bor? Sizga men bu narsalarni olib kelgan edim. Xo'p, sandiqqa sol va atiga 10 ta emerland top. Nima? Oyligim 2 oydan beri ishlayapman. Nima bu oyligim shu? Yo'q. Oyligini men xotinimga berib yuboribman. Uzun endi. Xulosa, oyligini keyingi nimasiga beraman, keyingi oyga beraman. 3 oydan beri meni aldab yuribsiz-ku. Ya qochsa. Mana xulos soldim ketyapman. Bo'lmas. I'm sorry. Men bu bilan bu yedi mana. Sop qo'ydim. Potato ham. Bo'ldi, mana sop qo'ydim. Xulos men bitta non yasab olay. Hatto 4 don. Bo'ldi. Do'stlar, tushunmadim. Nimaga axir do'stlar? Meni oyligimni anchadan beri bermayapti bu. Men bitta yana non yasab olay. Mayli, yasab. Do'stlar, nimaga bermayapti? Tushunmadim. Meni yomonlamasdan chiqib ket. Xo'p. Do'stlar, oyligimni bermayapti. Bermagandan keyin o'ziga qo'yib qo'yish kerak. Qaysigacha do'stlar, albatta pulim jicha kamroq. Uyimda ovqat u bir narsa olib kelgani yetadi.
biz ishda turamiz va nima olib zakaz qilamiz telefonni. Ida telefonim narki nimada edi, olib kelib olaydi. Do'stlar. Xo'p do'stlar, zakaz qilgan narsalarimni olib keldim. Juda ko'p keldi. Bu temir va o'zimni nima edi? Bitta narsa ham bor edi, temir. Bu temirni do'stlar menga beramiz. Mana temiriz. Xo'p, men senga olib berishim kerak edimi? What the fuck? Men senga hozir olib berishim kerak, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, menga ham bermayapsiz, tushunmadim. 3 oydan beri. Xo'p, demak bermayman, bo'lqor, ket yo'qol. Oh my god, do'stlar, what the fuck? Men skladdan telefonimni olib kelishim kerak edi. Nimaga desak, mana bu telefonim bor. Qani telefon? Nereden telefon alamiz? Hayır, so'raymiz. Xo'p do'stlar, men haydavordim meni. Bermayman, yo'qoldi. Hozir do'stlar, obunachimizni ko'ramiz. Oh my god, do'stlar. 303 ta obunachi do'stlar. 3 ta biz qilmanglar endi. 303 ta bo'libmiz. Yaqinda 400 ta bo'lishimiz kerak do'stlar. Endi bizlar maqsadimiz 400 ta bo'lish. Albatta 400 ta bo'lishimiz uchun sizlarni nimalar kerak, yordaminglar. Davay bugun do'stlar, meni uyiga o'g'irlikka tushamiz kechqurun. Davay ketdik. Xo'p, obunachilar, qaranglar, hozir meni chaqirdi. Nimaligini bilmadim. Ha, mer nima deysiz? Sendek qara, bugun men bir yoqqa borishim kerak edi. Xotinimni onasini uydan olib kelishim kerak edi. Shuning uchun men ketyapman, uyimga qulflab. Bilekin kimdir kirsa menga aytarsan. Xo'p, bo'pti, aytaman. Xo'p. Oh my god, zap bugun ketar ekan, mer to'xtinglar. Kechqurun tushgandan so'ng videoni yoqaman. Oh my god do'stlar. YouTube'ga videoni joylagandim, joylab bo'ldim do'stlar. Bemalol videoni ko'rishinglar mumkin. Oh my god, bro. Yo'q, bitta rasm so'raman. Do'stlar, hozir mer ketish shekilli. Ketishdi-ku. Hozir boramiz. Xo'p do'stlar, biz hozir kilkani olaylik-da. Sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Oh my god, ko'ryapsizlarmi? Sizga hozir mana shular kerak bo'ladi. Faqatgina bu. Bunda tursin. Mana tursin. Davay endi boramiz do'stlar. Kilkani qo'yib qo'yamiz. Endi merda biza hozir mer ketdimi-ki? Ketdi. 1 2 3 ochilmayapti. To'xtanglar, boltani taporim olib kelaman. Metselar taporim bo'lmaydi. Bundoq qilib turib, bitta itarman. Ochilsa kerak. 1 2 do'stlar, zo'r ochdim. Omaga. Bu yerda narsalarga tegmaydi, chunki men bilib qolishim mumkin. Ana o'tini. Oh my god, do'stlar. What the fuck? Bu telefonimni yutishimiz kerak. Meni ertalab biz javrasa kerak kelib. Hammasini olamiz. What the? Kelinglar, oltin eng qimmat. Oltinlarni olamiz. Emirlandlar qolaversin. Oh my god, do'stlar, what the fuck? Hopla. Menimcha men ertaga ko'chib ketsa kerak. O'g'ri keldi deb. Endi qo'llab qo'yamiz. Endi do'stlar, ertasi kuni ko'ramiz merda ahvolini. Bu yerga hamma yo'g'imizni solib qo'yamiz. Oh my god, do'stlar, men boyman. O'zimga katta
mashinalar olsam bo'ladi bunga. O'zimga yangi uy sotib olsam bo'laveradi. Davay endi do'stlar admin bo'lamiz. Adminlik juda qimmatda adminlik. Adminlikni o'zini men bu Minecraftdagi adminni so'rashim kerak. Qishloqlar do'stlar. Menimcha mer kechasi ertaga tekshirishi mumkin. Hamma uyda demay men uyimda bo'lmaydi. Ertasi kuni hammaga ko'rishguncha xayrli tun hammaga. Do'stlar, what the fuck? Nima shovqin? Bitta merdiyoniga kirishimiz kerak. Men kirsam bo'ladimi? Kiraver. Bo'l, tezroq. Mana. Nima bo'ldi senlarga? Nima bo'ldi senlarga? Men bir kunga ketmasimdan oldin ana bu yerda ashuncha narsalar bor edi. Senlar o'g'irlatsanlar. Menga tuhmat qilmang, men hech qanaqa o'g'irlik qilganim yo'qman. Siz menga undan ko'ra oyligimni bering. Ancha pullaringiz bormidi? Ha, ancha pullarim bor edi. Ana bu nimaga kirgan faqatgina emerlatlar qolibdi. Kimdir o'g'irlabdi. O'shuncha menga oyligimni berishingiz kerak edi, ko'rdingizmi? Uni o'zingdan o'zing. Endi o'zidan ko'ring, mer endi menga aytmang, men nimamni topib berdim. Endi menga po'xuy, men ketdim. Oh my god, do'stlar, o'zim ketibdi. Men bitta ovoz eshitilgan bo'lsa, uzr, I'm sorry. U ovozga ahamiyat bermaysiz. What the fuck? Nima kim na xuromim yo'qqa seni o'ldiraman. Seni o'ldiraman. Qayoqqa ki? Onasi xorom. Dingo Osmon. Men zo'rg'a qilgan edim ekan. Do'stlar, mer ajab bo'pti merga. Ana shuning uchun men bunaqa meni nimamga tegmasligi kerak edi. Rediska buni? Yes, rediska. Rediska nima qildim? Sabzi mayli. Sabziga men bu yoqdan endi yedinglar. Bu do'stlar, yana aytgancha kanalimizga like bosinglar. Aytmabman. Albatta like va kanalimga колокольчик tugmasini bosib qo'yasizlar deb umiddaman. Bizning maqsadimiz endi 400 ta bo'lish. 400 taga harakat, 303 ta подписка qilmagan bo'lsanglar, turib topnachim. Shuning uchun do'stlar, albatta like, podpiska va колокольчик tugmasini bosib qo'yinglar. Men endi keyingi safar qanday video chiqaray, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar va qanday o'yinlarda chiqaray. PUBG deysizlarmi, PUBGda chiqaraman, Counter deysizlarmi, Counterda chiqaraman. Xohlagan o'yinlarda aytsanglar, mana shu o'yinlarda bemalol chiqarishim mumkin. Endi biza bundan yeb olaydi. Hop, xullas, hammaga xayr do'stlar. Bugun sizlar bilan olmos qizcha va senzik bo'ldim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Men qaranglar, men ko'zlar ishda bo'lsin. Bo'pti. Xullas, hammaga xayr do'stlar. Bugun sizlar bilan senzik bo'ldim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Kanalimga like, podpiska bosib qo'ygan bo'lsanglar rahmat. Agar bosmagan bo'lsanglar, hali ham kech emas. Videoda oxirida bosib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Xullas, hammaga xayr. Yana qanday videolar chiqaray, nomini ham yozib qoldiring. Boy va kambag'al, qasos seriali, Bomush hayoti va Pixmaster bilan shaharga keldik va Almos qishloqda aytdim. Qasos. Hamma yoqqani qasos. Yaqinda u videoni chiqaraman. To'xtang, sizlarga zo'r narsa ko'rsataymi? Yo'q, keyingi videomizda. Xullas, hammaga xayr.